Sport kuni dasturi davom etadi. Xabaringiz bor. Dasturimiz Salomatlik va strategik rivojlanish instituti bilan hamkorlikda olib borilmoqda va mehmonimiz ham aynan mana shu institutning boshqarma boshlig'i. Tibbiyot fanlari nomzodi Feruzopa Tahirova yana bir bora bugun studiyamizdalar. Assalomu alaykum. Va bilasizmi, Feruzopa, doimiy tez uchraydigan savollardan biri bu parhezda amal qilish kerak bo'lgan qonun qoidalar. Keling bugungi mavzuni shunday belgilab olsak. Bilamiz, atrofimizda judayam ko'p noz-ne'matlar. Ularni qay biridan tiyilishni bilmaysiz. Hammasi rangli, chiroyli, ayniqsa ta'mini, hidini aytmaysizmi? Ularni barchasidan bir cheklanishni o'zi katta jasorat. Mana oldimizda hatto makaronlar turibdi, shuni o'zida ham ming turfa xil mazali taomlar tayyorlasa bo'ladi. Aytingchi, nima qilish kerak bir masalani bir uchini topib olish uchun? Avvalambor parhez to'g'risida so'z boshlashdan oldin bir nimani eslatib qo'ymoqchi edim. Parhez bu diyeta, bilamiz. Diyeta bu inglizcha diet so'zidan olingan va taomlanish deb tarjima qilinadi. Shuning uchun bizda mana 60-70 yillar oldin 15 ta parhez stoli degan narsa bo'lgan va keng qo'llanilgan. E'tibor berish lozimki, parhez usullari har xil. Masalan, kimdir oshqozon ichak kasalligi bo'lgani uchun parhez qilishi mumkin. Kimdir o'sha semizlikni davolash uchun yoki oldini olish uchun yoki qandli diabet ikkinchi turini oldini olish uchun. Lekin oxirgi paytda mana diyeta so'zini ozgina shu salbiy insonlarga, ayniqsa psixologik ta'siri bo'lgani uchun biz bu so'zdan ozgina cheklandik. Mana bizning vazifamiz, Salomatlik va strategik rivojlanish institutining vazifasi aynan o'sha sog'lom ovqatlanish, taomlanish usulini o'rgatish. Biz buni parhez deb atamaymiz. Yoki masalan o'sha semizlikni davolashda yoki qandli diabet ikkinchi turini davolashda butun dunyoda diyeta degan so'zdan cheklanish bor. Hozir biz faqat taomlanish usulini tavsiya qilamiz. Chunki mana masalan kimgadir o'sha oshqozon ichak yarasi bo'lsa, uni parhez usuli ayiydigan narsa bo'lishi mumkin. Masalan, ovqatni qanaqadir suyuqsimoroq iste'mol qilish, qovurilganlardan chegaralash. Ikkinchi tomondan bo'lishi mumkin, semizlikka oldini olish uchun yoki davolashda biz aynan sifatiga e'tibor berishimiz kerak va ovqatimizda turli xil, juda xilma-xil ovqatlar bo'lishi kerak. Shuning uchun asosiy bu bir. Ikkinchisi, mana butun dunyoda taomlanish usullari ishlab chiqarilgan. Bir qiziq narsaga e'tibor berishganki, mana O'rta Yer dengizi bor. O'rta Yer dengizi atrofidagi mamlakatlarda nimagadir ham semizlik kam ekan. Qandli diabet ikkinchi turi, yurak qon tomir kasalliklari, ya'ni arterial gipertoniya, ya'ni qon bosimini oshishi, infarkt, insultlarni tarqalganligi kamroq ekan. Keyin butun dunyo olimlari o'sha aynan O'rta Yer dengizi hududidagi mamlakatlarni ovqatlanish rusumini o'rganishni boshlashdi va unga hattoki o'sha alohida nom berishdi. O'rta Yer dengizi parhez usuli. Endi ko'proq taomlanish usuli deb biz aytamiz. Namuna olgan holda ularni. Va har bitta boshqa dunyodagi davlatlar ham o'zini ovqatlanishini o'sha O'rta Yer dengizi taomlanish usuliga moslashtirishga harakat qilmoqda. Mana biz ham shu bilan shug'ullanmoqdamiz. Yaqinda bildimki, hattoki Hindistonda ham, mana faraz qiling, qanaqa uzoq masofa O'rta Yer dengizidan. Ularda ham semizlik ko'paygani sababli u o'zlarini taomlanish usullarini o'sha O'rta Yer dengiziga moslashtirishga harakat qilishmoqda. Yana taomlanish usuli bor, bu aynan o'sha qon bosimi oshganda DASH diet deyiladi. Uni o'sha ishlab chiqqandan keyin tadqiqotchilar ko'rishdiki, u nafaqat qon bosimi oshgan insonlarda, balki o'sha semizligi bo'lgan insonlarda, qanaqadir kasalliklari, ya'ni o'sha aytib o'tilgan yurak qon tomir kasalliklari bo'lgan insonlarga ham juda ham foydali ekanligi aniqlandi. Va undan keyin mana hozir afsuski biz bilamiz, Alzheimer, ya'ni qarilikda miyani yaxshi faoliyat ko'rsatmasligi kasalligi, masalan o'sha xotirani susayishi, shunga o'xshash holatlarga ham alohida mind taomlanish usuli ishlab chiqildi va
ularni taomlanish usullari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ular juda ham oddiy. Birinchi o'rinda yana o'sha oldingi ko'rsatuvlarimizda sizlar bilan suhbatlashgandek, meva va sabzavotlarni iste'molini oshirish. Aynan turli xil, turli tuman bo'lishi kerak, xilma-xil bo'lishi kerak, har xil rangli bo'lishi kerak. Chunki mana nimaga rangi har xil meva sabzavotlarni? Masalan, qizil mevali o'sha pomidorda bitta modda borki, boshqa moddalarda yo'q, ovqatlarda yo'q. Shuning uchun u qizil. Lekin bizning sog'lig'imizga foydali. Masalan, binafsha rang yoki masalan sariq rang. Bu o'sha mevani yoki sabzavotni qanday rangda bo'lishi ularni ichidagi foydali ozuqa moddasini ga chambarchas bog'liq. Aks ettirib turadi ana shu ranglarda. Ha, shuning uchun xilma-xil meva va sabzavotlarni iste'mol qilish bu birinchi o'rinda. Nima uchun? Chunki ularda birinchi o'rinda o'sha ozuqa tolalari bor, bizning ishtahamizni bo'g'adigan, keyin vitaminlar bor, minerallar bor. Biza o'sha to'liq olishimiz uchun, hech qanaqa dori vositalariga ehtiyoj bo'lmasligi uchun biz albatta shunday mahsulotlarni iste'mol qilishimiz lozim. Ikkinchisi, aynan shu aytib o'tilgan taomlanish usullarida bu o'sha butun donli mahsulotlarni bo'lishi. Bu yana bir bor o'sha tegishli ozuqa tolalariga. Chunki butun dunyoda ozuqa tolalarini iste'moli kamayib ketgan. O'zbekistonda ham shunday. Va shunda biz iste'mol qilishimiz mumkin kepakli nonni yoki o'sha sayqallanmagan guruchni. Mana biz palov ko'p iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Bizning palovimiz sayqallangan guruchdan qilingan. Ya'ni uning ustidagi qobig'i umuman po'stlog'i olib tashlangan. Aynan o'sha po'stlog'ida foydali narsalar bor. Kepakda. Chunki sayqallab tashalgandan keyin bu guruch juda ham mazali bo'ladi. Quvvat beradi, to'g'ri. Nima uchun? Chunki uni ichidagi kraxmal bizning ichimizda tezda shakarga aylanadi. Bizning badanimiz shunaqaki, katta molekula, katta ko'rinishda surilmaydi foydali narsalar. Mayda-mayda bo'lakchalarga bo'linadi va aynan o'sha shakar yoki glyukozagacha bo'linadi. Shuning uchun albatta butun doniylarni iste'moli juda muhim. Va keyingisi bu mana bizda keltirilgan bu dukkaklilar. Mana oxirgi yillarda afsuski dukkaklilar iste'moli kamayib ketdi. Mana biz bilamiz, moshxo'rda yoki mosh kichiri haftada bir marta kimdir qiladi, to'g'ri. Lekin O'zbekistonning menimcha hamma viloyatlarida emas, ko'proq Toshkentga mos. Va sevib iste'mol qilinadimi yo'qmi, katta so'roq turadi. Mosh kichiri ham qiladimi degan savollar bor. Lekin mana loviyani iste'mol qilish, oq loviya bo'ladimi, qizil loviya bo'ladimi yoki masalan no'xat bo'ladimi, yasmiq bo'ladimi? Shularni iste'mol qilish juda muhim. Nima uchun? Avvalambor bularda o'sha ozuqa tolalari bor. Ikkinchi o'rinda o'simlik oqsillari bor va uchinchi o'rinda o'sha foydali mineral va vitaminlar bor. Nimaga bu foydali? Chunki mana o'simlik oqsili to'g'risida gapiradigan bo'lsak, biz bilamizki, bizning sog'lom bo'lish uchun, yaxshi faoliyat ko'rsatish uchun oqsil kerak. Ha, albatta. Oqsil bu hayvon oqsili bo'lishi mumkin yoki o'simlik oqsili. To'g'ri. Agar biz hayvon oqsilini ko'p iste'mol qilsak, hayvon oqsillarida, masalan, qizil go'shtda to'yingan yog' ko'p. Shuning uchun biz qanchalik qizil go'sht ko'p yesak, qo'y go'shti bo'ladimi, mol go'shti bo'ladimi, biz xohlasak xohlamasak yog' ham ko'p yeymiz va shunda tana vazni oshadi. O'simlik oqsillarida aynan to'yingan yog'li bo'lmaydi, lekin oqsili foydali. Qaysi biri tanaga tezroq va yaxshiroq, to'liqroq singadi? O'simlikni oqsilimi yoki go'shtni oqsilimi, hayvon? O'simlik oqsili. Chunki aynan o'sha yog'lari bo'lmaydi bunda. Shuning uchun foydaliroq ham hisoblanadi. Va albatta biz uni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Shunday ekan azizlar, mana stolimizda turibdi loviyalar va o'sha chechevitsa deydi, yasmiq. Bularni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Shaxsan o'zimiz uyda sizni maslahatlaringizdan keyin taomnomamizga qo'shganmiz. Bugungi kunda keliningiz shu yasmiqli sho'rvalar, krem sup deyiladi-ku rus tilida, tayyorlab beryaptilar va yana bir narsa bor, noto'g'ri parhez. Endi ko'pchiligimiz uy bekalari ham, ayollarda ham shu ortiqcha vazndan aziyat chekishadi. Turli xil nimalarni, parhezlarni aytishadi. Uning ichida bir
olamni kishini xayolini bir o'ylantiradigan usullar ham bor. Deylik, bir hafta davomida faqat kefir ichish yoki bir oy davomida faqat go'sht yeyish, mana shunaqa afsuski parhezlar ham bor yoki faqat va faqat olma iste'mol qilish. Bularni nazarimda baribir qandaydir manfiy bir tomonlari bo'lsa kerak. To'g'ri. Keling mutaxassisimiz fikrini bilsak, mana shu noto'g'ri parhezlar haqida, noto'g'ri insonlarni shu hayotida kechayotgan jarayonlar haqida ham to'xtalib o'tsak. Bir narsaga e'tibor berish lozim. O'sha hozir taklif qilinayotgan parhez usullarini tadqiqotchilar o'rganib chiqishgan va uni samarasizligini isbotlashgan. Chunki agar bizni masalan rasmiy o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan rasmiy ma'lumotlarni tavsiya qilganimizda, albatta biz o'sha tadqiqotlarga asoslangan ma'lumotlarni aytib o'tishimiz kerak. Shu siz aytib o'tgan parhez usullarini ham biz o'rganganmiz va amin bo'ldikki, bu o'zini tasdig'ini topmagan. Shuning uchun bunaqa tavsiya qilish umuman noto'g'ri. Bilasizmi, hozir dunyo marketing dunyosi bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlar dunyosi bo'lib qoldi. Hozir qanaqadir yengillik qilish uchun, qanaqadir o'zimdan nimadir o'ylab topishadi. Osmondan olib o'ylab topishadi va kim e'tibori jalb qilish. Ha va qanaqadir nima deydi? Noan'anaviy nimadir usulni yangilik sifatida bir. Boshqa odam hech kim taklif qilmagan usulni taklif. Masalan, yaqinda meni jurnalist so'radilar, yangi parhez chiqibdi. Kun bo'yi faqat tuxum yeysiz. Mana ko'rdingiz. Kuniga 3 mahal 2 tadan tuxum va uni orasida apelsin sharbati. Mana kimdir o'tirib shuni o'ylab topganda, ijtimoiy tarmoqlarda ularga chegaralash yo'q-ku. Uyda o'tirgan holida ham uni targ'ibot qilishi mumkin. Shuning uchun men albatta aytar edim, o'sha mutaxassislar, ya'ni tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislarni fikriga ko'proq quloq solinglar. O'zingizda har xil yangi parhez usullarini sinashga harakat qilmanglar. Nima uchun? Chunki ular bu hamma harakatlar sog'liq uchun foydali deb o'ylashadi. Lekin orqasidan o'ziga ziyon qilib qo'yish juda noto'g'ridir. To'g'ri. Mana shu parhezlarning ortidan o'sha salomatligiga putur yetkazgan insonlar bor. Hattoki ko'p eshitdim, qandaydir qahvalar bor ekan ozdiradigan. Bundan zarar ko'rganlar ham bor ekan. Qo'shimcha baribir vositalar insonga u qadar doimiy va foydali tarzda yordam bermaydi deb o'ylaymiz. Eng muhimi, mutaxassisimiz aytganlaridek, o'zimizni ongli ravishda shu foydali sog'lom ovqatga tayyorlash eng foydalisi, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Aynan bugungi mehmonimiz, doimgi mehmonimiz desak ham bo'ladi, Feruza Takirova o'zlarining tajribalarida aynan sog'lom ovqatlanishdan ancha-muncha vazn tashlaganlar, to'g'rimi? Ha. Men to'g'risini aytsam, bundan 1 yil oldin 15 kilo ko'proq vaznga ega edim va o'zimni qo'pol qilib aytsam, semizligimni o'zim his qilmas edim. Chunki yosh bo'lganda inson his qilmaydi. Yosh katta bo'lganidan keyin shuni his qilib, уже to'g'ri ovqatlanishga o'tiladi. Mana masalan, ko'p savollar berishadi. Makaron, vermishel mahsulotlari iste'moli to'g'risi mumkinmi, mumkin emasmi? Semirtiradimi? Ha. Bilasizlarmi, men mana shu oxirgi yil davomida bemalol o'sha makaron mahsulotlarini iste'mol qildim. Lekin qanaqasini xarid qilishingiz juda muhim. Makaron mahsulotlarini kelib chiqishi 2 xil bo'ladi. Bu bug'doyni yumshoq navlaridan qilingan makaronlar yoki qattiq navlaridan qilingan. Albatta qattiq navlaridan qilingan makaron mahsulotlarini xarid qilish lozim. Chunki qattiq navlarida bularda oqsil bo'ladi. Shuning uchun ham ular agar pishirganda nima deydi, lapshayib qolmaydi, qo'pol qilib gapirsa, bo'shashib ketmaydi. Tarang bo'lib bo'ladi. Buni e'tibor berish mumkin, o'sha makaron mahsulotlarida yozadi. O'qish kerak albatta. Albatta. O'sha qog'ozida yozadi, bug'doyning qattiq navlaridan tayyorlangan. Yoki masalan durum so'zini ko'rishingiz mumkin. Bu ham shu ma'lumot beradi shu haqida. Va yana bir o'ziga xos tomoni makaron mahsulotlarini, bularning yana 2 xili bo'ladi. O'sha qattiq navli undan qilinganini, butun donli undan qilingan yoki unday emas. Aynan butun donli qilgani ozgina rangi to'qroq bo'ladi, jigarliroq bo'ladi. Va o'shalarni iste'mol qilish
bemalol iste'mol qilsa bo'ladi, hech qanday sog'liqqa ziyon keltirmaydi, semirtirmaydi, balkim yana ozdiradi. Mana ko'rdingizmi, parhez degani bu asabiylashish yoki vahima qilish degani emas albatta. Mana shunday mutaxassislarimizni gaplariga quloq tutsangiz, oson yechimi shundoqqina topiladi. To'ppa-to'g'ri. Ana endi yurtdoshlarimizga, bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizga tilaklaringiz, takliflaringizni bildirib qolishingiz mumkin. Mani tilaklarim, mana bahor bu yilni boshlanishi hisoblanadi. Men tavsiya qilar edim, tilar edim, butun mana kelajakda yil davomida sog'lom ovqatlaninglar, sog'lom turmush tarziga rioya qilinglar va farovon hayot kechiringlar. Katta rahmat. Eslatib o'tamiz, bizning doimiy mutaxassisimiz Salomatlik va strategik rivojlanish instituti boshqarma boshlig'i, Tibbiyot fanlari nomzodi Feruza Tahirova bo'ldilar. Yana bir bor tashakkur bildiramiz. Dasturimizni esa ajoyib lavha davom ettiradi. Sport telekanalidan Sport kuni dasturidan uzoqlashmang.